Yengilgina bittagina piyoz, ikkita kartoshka va pomidor ketadigan oddiygina non kabob ovqatini qilamiz. Piyozni mayda to'g'rab, ustidan pomidorni parrak qilib teramiz. Keyin kartoshkalarni ham parrak to'g'rab, ustidan terib chiqamiz. Juda ham osongina qovurib pishirsa ham bo'ladi, lekin bu usulda yana ham oson. Ustidan keyin men ozgina damashniy tomat qildim. Agar bolgarskiy qo'shsalaringiz, pomidorni ko'proq qilib, turshakgina bamaza chiqadi yana ham. Tuz va suv solib, nonlarni ustidan terdim. Non salgina qattiq bo'lishi kerak. Qizlar svejiy non bilan bo'lmaydi, yumshoq bo'lib ketadi. Keyin ozgina kirlarimni yuvib oldim orada. Hamma kirlarimni yuvganimdan keyin qarasam, o'g'ilcham shokolad surtib, futbolkasini dabdala qilibdi. Hamma kirlarni yuvganimdan keyin yana bittagina kir qolsa, yuragim qisilib ketadi. Shuning uchun buni ham yuvib tashladim. Kirlarimni kapsulada yuvganim uchun qo'lda yuvadigan hech narsa topmadim va Tala Lux posuda yuvadigan geli bilan yuvib tashladim. Bu gel o'zi universal, hamma narsani yuvsa bo'ladi. Pollarni yuvganda ham ozgina qo'shib yuborsangiz, yaltiratib beradi. Ko'pchilik oynalarda ham uksus bilan qo'shib sepib yaltiratib yuboradi. Juda ham universalli narsa. Kirlarimni hammasini yuvganimdan keyin hammasini chiroyli qilib osib chiqdim va ovqatimni suzishga oshxonaga o'tdim. Qizlar juda ham tez pishadi. Uzog'i 35 minutda tayyor bo'ladi. Noni ilbilab ketmaydi, qo'rqmanglar. Turshakgina bamaza yozgi ovqat, me'dangizga tegmaydi, pishirib ko'ringlar.